Obunachilarimiz yana xudo xolasa gilamimizdan döşədik. Yangi bozor bağalanda bo'ldi. Yana uylarimizda, feyzli uylarimizda dim xo'shroy bo'lib chiqdi. Ishg'oli turetskiy gilamlar doğrusu вообще chiroyli chiqadi. Chetlaridan, devorlardan ikkali remontlarına mos bo'lib tushdi. Patologlarına ham shunday svetlab ekan. Xudo xolasa ko'rib olarasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, gilam baza 111 da xudo xolasa kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi spannimizda yana turetskiy shart emas, men ham sak bo'ladi deganlar uchun Samarqandni Klimberdan gilamindan döşab berdik. Xo'shroq etib, yana chiroyli bo'lib chiqdi berlar. Bir spanni ekan, spanni to'rda spanni turadi deyna xo'shroq etib, qirqilib, kesib, zotib, cho'tga etib berdik. Xudo xolasa obunachilar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, 111-do'konda xizmatdamiz. Yalasizlardan yurib olib ketaverasiz.